Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yangiliklar o'z kanali. Kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan kunning eng dolzarb muammolari, yangiliklarini tanishtirib boruvchi Yangiliklar o'z kanali. Qoraqalpog'istonda 13 yoshli bolasini sotayotgan ayol ushlandi. Joriy yilning 19-may kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi bolasini sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlashlaricha, 43 yoshli M.P. Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda To'rtko'l tumanidagi yashovchi Qunduz ismli ayol noqonuniy ravishda o'z farzandini sotmoqchi bo'lib yurganligini bayon qilgan. Uning ushbu arizasiga asosan shu kunning soat 21:00larida Beruniy tumani Ichki ishlar bo'limi xodimi tomonidan o'tkazilayotgan tezkor tadbir davomida To'rtko'l tumanidagi joylashgan namunali uyda ijaraga yashab kelayotgan 38 yoshli Qunduz K. o'zining ikkinchi farzandi voyaga yetmagan 13 yoshli D.O.ni fuqaro S.E.ga 15 ming AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtida ushlandi. Hodisa sodir bo'lgan joyda kimyoviy ishlov berilgan 400 AQSh dollari hamda qolgan 14,600 AQSh dollari miqdoridagi pullar aniqlangan. Ashyoviy dalillar tarqasida o'rnatilgan tadbir olingan. Holat yuzasidan To'rtko'l tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Qunduz K.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan odam savdosi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 3200 nafardan oshib ketdi. O'zbekistonda yangi turdagi koronavirus COVID-19 infeksiyasiga chalingan yana 26 nafar bemor aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. 2020-yilning 25-may soat 23:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3215 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlari 25 nafar karantin markazida aniqlangan. Ulardan 23 nafar Rossiyadan Qozog'iston orqali mamlakatga kirib kelgan va karantinga olingan, yana 2 nafar esa Toshkent shahrida bo'lib, koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgani uni karantinga olingan. Shuningdek, bir nafari esa Toshkent viloyatidan Qozog'iston mamlakatiga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Avval xabar qilganimizdek, sog'ayganlarning 4 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasidan, 17 nafari Samarqand viloyatidan hamda 25 nafari Toshkent shahridan. Hozirda mamlakatimizda davolanayotganlar 595 nafar bemorga shifokorlar tomonidan belgilangan standart bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq ilk holat joriy yilning 15-mart kuni qayd etilgan edi. Bugungacha bemorlarning 2607 nafari sog'aygan va 13 nafar afsuski vafot etgan. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Yangiliklar o'z kanalidan uzoqlashmang. Video yoqqan bo'lsa like yoki dislike tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling azizlar.